2026 yilgi Kia Telluride bu zamonaviy dizayn, yuqori texnologiyalar va oilaviy qulaylikni birlashtirgan katta suv bo'lib, u global bozorda, ayniqsa Osiyo, Yevropa va MDH davlatlarida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model Kia kompaniyasining eng muvaffaqiyatli va talab yuqori bo'lgan avtomobillardan biri sifatida yangilangan ko'rinish, kuchli texnik imkoniyatlar va hashamatli ichki makon bilan taqdim etildi. 2026 Kia Telluride nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki haydovchi va yo'lovchilar uchun yaratilgan maksimal qulaylik bilan ham ajralib turadi. Yangi Kia Telluride tashqi dizayni yanada agressiv va zamonaviy ko'rinishga ega bo'ldi. Old qismida keng va tik joylashgan radiator panjarasi, yangi LED kunduzgi chiroqlar, aniq chiziqlarga ega bamper avtomobilga kuchli va ishonchli qiyofa beradi. Faralar yanada ingichka va zamonaviy dizaynda ishlangan bo'lib, tunda yuqori yoritish samaradorligini ta'minlaydi. Yon tomondan qaralganda, avtomobilning uzun va baland kuzovi, keng gildirak yo'llari va yangi dizayndagi yengil qotishmali disklar unga haqiqiy premium SUV ko'rinishini beradi. Orqa qismida esa vertikal LED stop chiroqlar, yangilangan bagaj eshigi dizayni va xrom elementlar avtomobilni yanada jozibador qiladi. 2026 Kia Telluride saloniga kirganingizda, birinchi navbatda yuqori sifatli materiallar va kenglik seziladi. Ichki makonda yumshoq teri, yog'och va alyuminiy bezaklar qo'llanilgan bo'lib, har bir detal puxta oylab ishlangan. Old panelda katta o'lchamli raqamli asboblar paneli va multimedia displey joylashgan. Bu ekranlar yuqori aniqlikda ishlaydi va haydovchi uchun barcha zarur ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. Markaziy konsolda qulay joylashtirilgan boshqaruv tugmalari, sensorli ekran va ergonomik dizayn uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Ushbu model 7 yoki 8 o'rindiqli konfiguratsiyada taklif etiladi. Bu esa uni katta oilalar uchun ideal tanlovga aylantiradi. Ikkinchi va uchinchi qator o'rindiqlari keng va qulay bo'lib, hatto uzoq masofalar. 2026 Kia Telluride texnologiyalar borasida ham yangi bosqichga ko'tarilgan. Avtomobil zamonaviy haydovchi yordamchi tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, ular xavfsizlik va qulaylikni sezilarli darajada oshiradi. Adaptiv kruz nazorati, yo'lni saqlash yordamchisi, kor nuqtani aniqlash tizimi va avtomatik favqulodda tormozlash funksiyasi haydovchiga har qanday vaziyatda ishonch bilan harakatlanish imkonini beradi. Bundan tashqari 360 darajali kamera tizimi tor joylarda parkovka qilishni osonlashtiradi. Avtomobil ichida simsiz quvvatlash, ko'p zonali iqlim nazorati va premium audio tizimi mavjud bo'lib, bu esa sayohatni yanada yoqimli qiladi. Dvigatel va texnik xususiyatlarga kelsak, 2026 Kia Telluride kuchli va ishonchli motorlar bilan taqdim etiladi. Asosiy versiyada 6 benzinli dvigatel bo'lib, u yetarli quvvat va silliq ishlashni ta'minlaydi. Ba'zi bozorlarda gibrid yoki yanada tejamkor versiyalar ham taklif etilishi mumkin. Avtomatik uzatmalar qutisi tez va silliq ishlaydi. Bu esa shahar sharoitida ham, magistral yo'llarda ham qulay haydash imkonini beradi. Toliq gildirakdan tortish tizimi esa qiyin yo'l sharoitlarida ham barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Telluride yo'ldan tashqari sharoitlarda ham o'zini yaxshi ko'rsatadi. Shu bilan birga asfalt yo'llarda ham jim va qulay harakatlanadi. Xavfsizlik masalasi 2026 Kia Tellurideda alohida e'tibor qaratilgan jihatlardan biridir. Avtomobil mustahkam kuzov konstruksiyasiga ega bo'lib, ko'plab havo yostiqchalari bilan jihozlangan. Old, yon va parda havo yostiqchalari yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Bolalar uchun isofih o'rindiq mahkamlash tizimi mavjud bo'lib, bu yosh oilalar uchun katta qulaylik yaratadi. Shuningdek, avtomobilning elektron barqarorlik tizimi, tormozlashni taqsimlash va tortishni nazorat qilish funksiyalari har qanday vaziyatda xavfsiz harakatlanishni ta'minlaydi. 2026 Kia Telluride kundalik foydalanish uchun ham, uzoq masofali sayohatlar uchun ham juda mos keladi. Katta yuk,